Yaqin tarixdagi tog' podshohi deb nom olgan ayol siyason Qurmanjon Datqa. Alay tog'liq rayoning ayol podshohi Qurmanjon Datqa u Qirg'izistonning ko'z ko'ringan ayol siyosoni. Shundaqla O'rta Osiyo tarixidagi eng ko'z ko'ringan ayol siyason. Alay tog'liq rayoning ayol podshohi Qurmanjon Datqa 1811-yil 5-oyning 23-kunida Qirg'izistonning O'sh atrofidagi Mingush qabilasidagi boy oilada tug'ilgan. Asli ismi Qurmanjon Mamatboy qizi. Datqa bo'lsa uning berilgan unvon nomi bo'lib, Buxoro amirligi va Qo'qon xonlik o'rdasidagi eng oliy unvon nomi edi. U bu unvonga 2 qatim erishgan. Qurmanjon Datqa dastlabda Rossiyaga qarshi turish bilan dang chiqargan. 18 yoshida o'zining xilili cho'ng bir bo'yga yatliq bo'lishga majbur bo'lganligi uchun bu kuni qochib ketgan. U shu qochqancha davlatimiz chegarasidan o'tib Ulug'chatning tog'liq rayoniga kelib panohlangan. Uzoq o'tmay yana Dodiston Alay tog'idagi uyga qaytib ketgan. 1832-yili Shujatga cho'ng chorvador Alay rayonining hukmroni Datqa mansubiga Olimbek uni amirga olgan va tunji qatim Datqa xonni martabasiga erishgan. 1862-yili Qo'qon xonligiga bir qatimlik siyosiy o'zgarishda Olimbek bejal o'lib ketgan. Qurmanjon Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi tomonidan Alayning hukmronligiga tayinlangan va yana bir qatim Datqa mansubiga erishgan. 1876-yili Chorosiya Qo'qon xalqini bo'ysundirgandan keyin Skobilevni qo'shin boshlab 3 yo'lga bo'linib Alay tog'liq rayoniga hujum qilishga qaytgan. Uning cho'ng o'g'li Abdullabek qismni boshlab qurolli qarshilik ko'rsatib shu joyga Rossiyaga qarshi dahiy bo'lib qolgan. Rossiya armiyasi ustun askariy kuch bilan Alay tog'liq rayoniga Qirg'iz qo'shinini mag'lub qilib Afg'onistonga qochmoqchi bo'lgan Abdullabekni qo'lga olgan. O'z qo'shinining bunday cho'ng talafot kuchirganligini ko'rgan Qurmanjon jiddiy paytda sagaklik bilan hukm chiqarib, O'rta Osiyodagi Qo'qon xonligi, hatto sharqdagi kuchli Chin ordusimi tenkelanmagan Chorosiya qo'shini oldida o'z qabilasining Chorosiyani raqib emasligini tunib ketgan. Davomli qarshilik ko'rsatish faqat irqiy yo'q shaklga qirg'inchilikni keltirib chiqardi. Oxirida u Chorosiyaga itoat qilishni tanladi hamda o'g'lini va qabilasini qurol tashlab, texnik zo'r baloyatdan saqlanishga qoyil qildi. Chorosiya hukumati uning Datqa mansubi va yerlik hukmronlik huquqini saqlab qolib, Chorosiyaning Alay rayonidagi huquqdori bo'lib qoldi. Bu Chorosiya bosh valisi va amaldorlar bilan yaxshi munosabat o'rnatib, o'z qabilasining avtonomiya huquqi va qirg'izlarning an'anasini eng zo'r chek saqlab qolgan. U bu mezgilda Rossiyaga oshkor qarshi turmagan bo'lsa-mu, lekin qirg'izlarning manfaati va madaniyatini yushun oldi qo'llab qolgan. Uning huquqi toza avjiga chiqqan paytlarda uning 2 o'g'li va 2 nevarasi huquq imtiyozidan foydalanib atkazchilik qilib, bayqilib qolganda isbot yo'qotish uchun rossiyalik tamojna amaldorlarini o'ldirgan. Lekin Qurmanjon olisliklarning uning besim ishlatib o'g'li va nevaralarini qutqizish talabini keskin rad qilib, ularni Rossiya hukumatiga topshirib bergan va shaxsiy qurbon berish badaliga o'z qabilasining muqimligini qo'lga keltirib, cho'ng qirg'inchilikni oldini olgan. Oxirida ularning ichidagi bir o'g'li O'sh shahridagi maydonda darg'asib o'ldirilgan. Qolganlari Sibirga surgun qilingan. U o'zining shaxsiy arzusini deb butun millatni o'zining o'rnida azobga duchor qilsa bo'lmaydiganligini aniq biladi. Shundan keyin u yezga chiqib ketib, tarki dunyo bo'lib yashab, har qanday odam bilan ko'rishishni rad qilgan. 1906-yili Aynchada Rossiya armiyasida harbiy xizmat o'tayotgan. Keyin Finlandiya zontong bo'lgan Kargustav Manheim uni maxsus ziyorat qilgan. Shu chog'da Qurmanjon Datqa 96 yoshga kirgan bo'lib, uning 2 o'g'li, 2 qizi, 31 nevarasi, 57 avrasi bor edi. U bir siyosiy bo'lib qolmay yana shoir edi. Hayot vaqtida nurg'un she'rlarni yozib qoldirgan. Qurmanjon Datqa 1907-yili 2-oyning 1-kuni O'sh oblasti atrofidagi yezida 96 yoshda vafot bo'lgan. U vafot bo'lganda darg'asib o'ldirilgan o'g'li Kumushbekning uzun to'nini bag'riga bosgancha ko'z yumgan. 2004-yili Qirg'iziston hukumati Beshkek shahrida uning haykalini tikilgan. Shundaqla Qirg'izistonning 50 so'mlik qog'oz pulg'imi uning bosh suratini bosgan. Qurmanjon Datqa 19-asrdagi O'rta Osiyodagi eng rivoyat sunalgan ayol siyason. Shundaqla Qirg'iziston milliy ruhining yadrolik simvoli. U erlar huquq yetakchiligidagi ko'chman chorvachilik jamiyatida ayollar salohiyati bilan 30 yilga yaqin hukmronlik qilgan. Buni bir mo'jiza deyishga bo'ldi. U bir sagak siyason bo'lib, Qo'qon, Buxoro, Chorosiyada iborat ko'p taraf kuchsinish oldida u qarg'ularcha qarshilik ko'rsatmay, tiz bukib xushomatmi qilmay, boshdan oxiri aqliy qaror chiqarib, o'z qabilasini qo'g'dash, urush malmonchiligini ozaytish yadro qilingan tinchlik siyosatini yurgizgan. Kuchli dushman oldida Chorosiyaga itoat qilib, Alay rayonidagi xalqni azob uqubat qilishdan saqlab qolgan. Ansiz yillarda yerlikning muqimligini saqlagan. Qurmanjon Datqa inoati intan yuqori bo'lgan adil hukmron bo'lib, hokimiyat yurgizishda adil hukm qilish, chorvachilarga g'amxo'rlik qilish bilan dang chiqargan. Shundaqla har qaysi qabilalarning cho'nqur ishonchiga erishib, ayol podsho Alay deb hurmatlangan. Uning urug' tuqqanlari atkazchilik qilib odam o'ldirgan bo'lsa-mu, lekin u huquqidan foydalanib, ularning qanot ostida qolmagan. Balki o'g'lining o'limga hukm qilinishi, ojizliklarni surgun qilinishi badaliga o'z qabilasini cho'ng qirg'inchilikdan saqlab qolgan. U qonun qoidalarini adil ijro qilishda chong turgan bo'lib, bu xil shaxsiy manfaat oldida o'zini tutilish feodal qabila dohiylari ichida intayin oz uchraydi. U bu umrda eridan, o'g'lidan va nevarasidan ayrilib qolgan. Umrining oxirida urug' tuqqanlarining ko'nglini ranjitib, tarki dunyo bo'lib yashagan. Lekin boshdan oxiri izzat hurmatini yo'qotmagan. Jon uzish oldida o'lib ketgan o'g'lining kiyim-kechaklarini chang tutib qolgan tafsilotlardan uning qattiq qo'l hukmronlariga xos obrazini va ulug' onaning farzandiga bo'lgan muhabbatini ko'rib olgan bo'ldi. Bu
Qirg'izistonda aql farosat va jasoratning namoyandasi deb qaraldi. Shundaqla davlat onasi darajalik shaxs qatorida ko'rildi. U erlarni e'tiborlab ayollarni kamsitadigan davr va rayon salohiyat asoratini buzib tashlab, huquq tutib yaqinsimon O'rta Osiyo tarixidagi ayollarning hokimiyat yurgizishga eng yuqori palla vakil bo'lib qoldi. Qurmanjon Datqa ayol podshoh bo'lib qolmay, ansiz yillarda makonini qo'g'daydigan, huquq oldida tuvenchakni saqlaydigan afsonaviy ayol. U ham siyosatlarga xos rahimsiz emniyetchil, ham bir onaga xos mehribon ayol. U huquq tutganda qattiqlik bilan yumshoqlikni birlashtirib, uni O'rta Osiyo yaqinsimon tarixidagi birdan bir taqlid qilib yasal bo'lmaydigan shaxsga aylantirgan.